Yevropada ishlashga nima deysiz? Siz chet elda ishlash deganda faqat Rossiya va Qozog'istonni tushunyapsizmi? Bugun sizga unchalik odamlar ko'p bilmaydigan, lekin imkoniyatlarga boy 4 ta Yevropa davlatini aytaman. Latviya, Litva, Xorvatiya, Slovakiyada siz oyiga 1300 dan 2500 dollargacha daromad qilishingiz mumkin. Agar siz hali ham Rossiyadagi qora ishlar, xavfli sharoitlar, pasport musodara qilishlari bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, nega Yevropada yangi hayot ochmaysiz? Официально Ташкент возмущен нападением на узбекистанцев в российском Приморье. Rossiyada migrantlar kamsitildi. Rossiyada migrantlarga bosim yana kuchaymoqda. Приехал сюда работать! Я приехал сюда работать! Работать! Unutmang, dunyo faqat Rossiyadan iborat emas. Bizga murojaat qiling va biz sizga batafsil ma'lumot beramiz.